seminarga kelmoqchi bo'lgan dermatolog, yuz parvarish eksperti, o'zini Koreyada klinikasiga ega, o'zini kasbini shunaqa sevadigan bitta xonim kelyapti, Miss Cho. 20 yildan beri yuz parvarishi bo'yicha ishlaydi. O'zim Koreyaga borgan paytimda ular bilan ko'rishganman, klinikasiga borganman. O'quvchilardan bittasiman. Kichikroqgina klinika ochgan, lekin u klinikani ham nima uchun ochgan? Katta foydaga kirish uchun emas, o'zini kasbini shunaqa yaxshi ko'rgani uchun ochgan. Shunaqa kasbimni yaxshi ko'rganimda men qo'llarimni avaylayman. Qo'l bilan yuzlarga davolashku, qo'limni avaylayman. Masalan, tennisni rosa ham yaxshi ko'raman o'ynashni, lekin shu qo'limga ziyoni tegmasin deb tennis ham o'ynamayman. Chunki mana qo'lim bilan men mehnat qilaman. O'shaning uchun ko'p boshqa yaxshi ko'rgan ishlarimdan mana shu yuz parvarish uchun voz kechganman deb aytaman.